bosib o'tgan masofasini ko'ramiz va undan keyin diagnostik xulosalarini tekshirib, narxiga kelamiz. Hozir bu yoqqa chiqarib bera olamizmi yurganini? Demak, qani ko'ramiz. Mana shu ajoyib, mana 30 ming, 65 ming deb yozishyapti. 40-50 ming. Misha Official 150 ming, Mr. Karimov 17 ming debdilar. Endi men bu avtomobilni bosib o'tgan masofasini hozir sizga aytib o'tamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rinishidan kechagina avtosalondan chiqqandek turgan mana shu ajoyib Chevrolet Gentra avtomobili bosib o'tgan masofasi xo'sh, qani mana bu yerda 65 ming, 140 ming, 50 ming, 150 ming deb yozishdi. 154 ming kilometr, mana 154 ming kilometr yurgan Gentra, lekin ko'rinishidan yangidek. Mana Hamdamjon Meliqo'ziyev 150 ming degandilar, Shahzod Mahmudov 140 ming, Instagram sahifamizda Misha Official 150 ming deb yozdilar. Avtomobil 154 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Qoyil. Xo'p, avtomobilimiz ishonchli Abozor diagnostika markazi mutaxassislari tomonidan to'liq tekshiruvdan o'tkazilgan. Demak, diagnostik